kompyuterda maza qilib kino ko'rib o'tirgan paytda reklamalar chiqib qoladi. Shuni qanaqa qilib o'chirsa bo'ladi? O'rgata olasizmi? Buni yo'l olsam, keling o'rgataman. Buning uchun Google Chrome'ga kiramiz. Видите? Yozamiz blokirovka reklamy. Mana chiqibdi. Buning uchun birinchisiga kiramiz. Adblock plus. Установить. Hech narsa talab qilinmaydi. Tayyor. Bu chiqib turib, mana masalan, kino kiramiz. Shuni ko'rmoqchiman. Kelgan joyda. Reklama chiqmaydi. Yana qanaqa lifehacklarni o'rgatishni xohlaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar.